Toyota Avalon akalar bir bahaybat lotka suvda ketgan deb bo'lasiz buni minganda. Gibrid TV motorda mashina absolyutni Koreya, lyuklari qaralgan 2019 akalar 2.5 объемda Gibrid TV motorda. Svetlari chokko svetdan, shkolatoviy deydimi, karamelskiy deydimi, ninzalari turibdi. Treh ninzovilari, titaniviy diskalarda gibrid, tonirovkalari bor. Silpoy zonalari bor, bez kulcholari bor, elektropaket, derivanniy akoprintlarda Avalon akalar. Plavishli sideniya koja holatlarini ko'ryapsizlar. Probeglari 60 ming, multi-rul katta monitorda, abduf podogrev sideniyalari bor. Eko rejimlarda akalar, ichki salonlarni qanday atmosferani. Lyuklari bor. Toyota Avalon akalar Gibrid TV juda ham yumshoq mashina bo'ladi. Ekonomishli mashina bo'ladi. Chokko svetda ichki salonlarni bitta ko'rib qo'yapsizlar akalar. Mashina negasi srochniy telefon qilasizlar, boylanishasizlar, mashinani olasizlar akalar. Yaxshi pulga 23.200 ga chiqyapti. Holatlarini ko'rdinglar. Telefon qilamiz.